Tarixiy manbalarda keladiki, Ibn Sino Buxoroni tark etib Xorazmga boradi. Xorazmdan Eron shaharlariga ko'chib o'tadi. Shunda Ray shahriga borganda u shaharning hokimi Saida Xotun bo'ladi. Uning o'g'li Majidud Davla savdoyi bo'lib qoladi, ya'ni melanxoliya kasalligiga duchor bo'lib qoladi. Shunda Saida Xotun Ibn Sinoga murojaat qiladi. Ibn Sinoga qadar o'sha shaharning, o'sha yurtning barcha tabiblari bu bemorni davolashga qanchalik urinishmasin davolay olishmaydi. Shunda Ibn Sino bemorni oldiga borib, uni tomir urishini kuzatadi. Shunda zindan kuzatib borsa, bemorda hech qanday kasallik alomatlarini sezmaydi. Shunda Ibn Sino o'zini ruhshunoslik qobiliyatlarini ishga soladida o'sha mahalla nomlarini ayta boshlaydi. Shunda birinchi mahalla, ikkinchi mahalla, uchinchi mahalla nomini aytaverish bilan bemorni tomiri urishi o'zgarib boradi, tezlashadi. Shunda Ibn Sino aytadiki, bu bemor oshiqlik kasaliga, ishq kasalligiga duchor bo'lgan. Buni sevgan qizini topish kerakda, uni uylantirish kerak deydi. Shunda bemorda o'zgarish paydo bo'ladi, qizni topishadi-da, Majid Davla u qizga uylangandan keyin tuzalib, sog'ayib ketadi. Ibn Sino qabul qilingan an'anaviy umuman gumoral nazariyani asosida mizoj ta'limoti yotadi. Bemorlarni bu metodlar bilan davolash bilan birga o'sha psixosomatika deymiz, o'zining ruhshunoslik qobiliyatlari bilan ham bemorlarni davolagan.